Chexiyalik qiz yer go'zali deb topildi. U mashhur shoir Aleksandr Pushkin bilan uzoq qarindosh bo'lishi mumkinligini inkor etmagan. Isroil armiyasi Janubiy Livanga keng ko'lamli hujumlar uyushtirdi. Ularning maqsadi Hizbullohning harbiy infratuzilmasini yo'q qilish va harakatning ushbu hududlardagi faoliyati va operatsion imkoniyatlarining tiklanishiga yo'l qo'ymaslikdir. Ukraina Boshqirdistondagi neft kimyo zavodiga zarba berdi. Ukraina ushbu zavodni aviatsion kerosin uchun asosiy komponentlar ishlab chiqaruvchi obyekt sifatida ko'rmoqda. Kalmayagi tayfuni oqibatida endi Vyetnamda 5 qurbon bo'ldi. Yana 7 nafar odam jarohat olgan. Asosiy zarba tog'li Zialay va Daklak viloyatlariga tekkan. O'nlab uylar vayron bo'lgan. Qariyb 3000 ta uy tomsiz qolgan. Xorazmda profilaktika inspektori pora bilan qo'lga tushdi. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, xodimga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llangan. Xitoyda reaktiv ryukzak amalda namoyish etildi. Ushbu ryukzakni ishlab chiqish 3-4 yil vaqtni talab qilgan. Parvoz sinovlari esa 2 yil davom etgan. Har kuni sizdan yashirilayotgan voqealar bor. Ularni bilishga tayyormisiz? Unda Telegram kanalimizga ulaning. Havola profil shapkasida.